shunchaki Toshkentda hozirgi Toshkentni boshqarayotgan hokimi va uni jamoasi eng yomon hokim va eng yomon jamoa bo'lib tarixda qolayotganligini anglatadi. Toshkent shu paytgacha bunchalik ko'p qonunbuzar, konstitutsiya buzar hokimni ko'rmagan. Men esimni taniganimdan beri men ko'rmaganman. Odamlar Jahongir Ortiqxo'jayevdan ba'zan e'tiroz qilishib xafa bo'lishardi, norizo bo'lishardi, lekin shu inson ham xalq bilan muloqot qilar edi. Jurnalistlar bilan gaplashardi, qanchalik qiyin bo'lmasin. Savollarga javob berardi. Bu hokim hozir Toshkent hokimiyatini shunchaki bir prokuraturaga aylantirib qo'ydi. Qo'rqinchli idoraga. Faqat yangi soliq o'ylab topish, ko'chani toraytirib, chizib qo'yib, unga pul to'lanadigan narsa qilib qo'yish. Bu yoqda ko'chada mana do'konlarning nomi bo'lsa, uni olib tashlab, unga ham reklama sifatida pul berib qilish, undan soqqa ishlash. Endi uzrku mana shu dala bekatlarda ham buzdirib tashlayapti. Mayli, noqonuniylarni-ku buzish kerakdir, lekin u ham sud qarori asosida buzish kerak. Xususiy mulk kafolatlangan konstitutsiya asosida. Bu hokimiyat unga ham qarayotgani yo'q. Eng yomoni odamlarda ishonchni yo'qotyapsizlar. Hasan noinsof menga do'st bo'lsang, yerda buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa yerda buzib. Mana kommentariyni o'qi. С комментариями интернет пользует отношение сноса недвижимости после премьера министра. Borganlardan keyin odamlar nima deyapti? Mana bugungi ertalab mana sani rasming yo'q bu yerda bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalad deyapti.